Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, bizning mijozlarimiz bugun mana biz yana Davrastroy MChga qarashli 1 gektarli issiqxonaga kelganmiz. Issiqxonaning egalari aytishi bo'yicha issiqxonamizda limon ekinida shira tushgan. Ushbu shiraga qarshi biz hozir Agroplan Neo'ni tavsiya berdik. Bu preparatimiz qanaqa preparat? Bu preparatimiz sistemli deydi, ya'ni tizimli preparat. Xo'p, bu o'sha o'simlikka singib shira qachon o'sha o'simlik shirasi bilan oziqlanganda nobud qiladigan preparat. Hop, bu preparatimiz nima deymiz? Qo'llanilishi juda oson, ya'ni suvga eritishi 100% eriydi, ya'ni bu suyuq holatda bo'ladi, jiddiy holatda bo'ladi. Bemalol o'sha suvda aslatga qolmaydi, bemalol suvga qo'shib ishlatsanglar ham bo'ladi. Hozir biz sizlar bilan o'sha ichkaridagi issiqxonani zarar kunandasini birgalikda sizlar bilan tomosha qilamiz hamda o'sha issiqxonani egalariga biz tavsiya beramiz, qanaqa ishlatish bo'yicha, nima qo'shib ishlatish bo'yicha tavsiya beramiz. O'sha tavsiya bilan ishlatib keyin xudo xolasa sizlarga natijasini yana ko'rsatib beramiz. Davrastroy egalari bizdan iltimos qilishdi, dori qilib bering deb. Biz hozir ushbu egalariga Agroplan Neo'ni tavsiya berdik, ya'ni shiraga qarshi. Shira hozir bir ikkita joyda shirani ko'rdik, shira zarari bor. Xudo xolasa mana shu Agroplan Neo'ni berdik, effekti bomba preparat. Bu qanaqa preparat degan savol tug'ilishi mumkin. Ushbu preparat tizimli hisoblanadi, ya'ni sistemli hisoblanadi. Tarkibi asetamiprid 20%, sarf me'yori ham juda oz ushbu preparatni. Xo'p, bu preparatga qo'shib limonga kerakli bo'ladigan ozuqalarni ham qilib berganmiz. Ya'ni nima yetishmayapti? Magniy bo'ladimi, kaliy bo'ladimi, fosfor bo'ladimi, yetishmayotgan ozuqalarni o'sha hammasini qilib berdik. Ushbu preparatga qo'shib ishlatsa bo'ladi. Ya'ni hech qanaqa ziyoni bo'lmaydi. Ya'ni bu preparatga qo'shimcha tarzda biz yana bitta dori berganmiz. Ushbu dorini yana ko'rsatamiz sizlarga. Xo'p, bu preparatimizni xususiyati shundaki, qachonki shira o'simlik shirasini so'rgandagina o'ldiradi. Ya'ni oziqlanganda o'ldiradi. Uni effektini o'sha shirani tushgan paytda, o'sha oziqlangan paytda ko'rasizlar, ya'ni qanaqa zarar o'ldirishini. Xullas, ushbu preparatimiz juda samarasi yuqori bo'lgan preparat. Bemalol sizlarga agar nima deydi, qiziq bo'lsa, bizga murojaat qilsanglar, sizlarga yana batafsil ma'lumotlarni sizlarga aytib o'tamiz. Preparatimiz juda zo'r preparat. Buni shu yer egalari ham ishlatib ko'rdi. Bu ikkinchi marta olishlari, effekti bombaligini bilib, bizga yana so'radilar. Yana men prosta o'zim effektini sezdim. Bombaligini ko'rdingiz. Prosta o'zim sezdim shunchalik. Chunki men unaqa oldin qiynalardim-da. Mana shu preparatlar ishlatganimdan keyin xudo xolasa 40 kungacha даже mana qo'shimcha dori sepmadim-da, 40 kungacha. Bu mavsum o'sha vaqt ichida limonim guldan chiqib oldi, hosilga o'tirib oldi. Endi qolgan o'sha boy preparatlarni foydalansak, guliga xudo xolasa zarari yo'q. Siz esingizda bo'lsa, sizga ozuqa ham qilib berdik. Qop olib ketdingiz MPKlarimizdan. Ularni ham ta'siri bo'ldimi, nima deysiz? Mana ko'rib turibsiz. Effekti, ya'ni bo'yiga, hosiliga. Hozir xudo xolasa mana o'rtoqlar, bu preparatga qo'shimcha tarzda biz ozuqa berganmiz, ya'ni qo'shib ishlatsangiz ham bo'ladi deganmiz. Ya'ni o'sha preparat ham stressdan olib chiqadi, dorini sepgandan keyin stressdan olib chiqadi, ham o'simlikni rivojlantirib beradi, hosilga ham ancha ta'siri katta. Xullas, sherstika preparatni ishlatib ko'ring, effekti bomba, ko'rasiz. Xudo xolasa natijasini yana ko'rib borib olasiz. Natijasiga yana maslahat ishlayveramiz. 3 kundan 5 kungacha seziladi, u yog'ini o'zingiz ko'rasiz. Oldingi preparatlarimizni ham ishlatib ko'rgansiz, natijasini ko'rgansiz. Xudo xolasa baraka topib foyda qilganimiz uchun yana o'sha sizlarga murojaat qildik. Topagravetdan hamma baraka topadi, mana sherstikamiz ham aytadi. Xudo xolasa bemalol murojaat qilaveringlar. Rahmat, salomat bo'linglar.